Vladimir Putin abadiy yashamoqchi. Zelenskiy ikki o't orasida qoldi. Buxoroda yo'l-patrul xizmati xodimi haydovchini shantaj qildi. Jizzaxdagi avariyada 5 kishi halok bo'ldi. Shu va boshqa muhim xabarlarning to'liq tafsiloti suratdagi Haqiqat kanalining hafta dayjestida. Putin abadiy yashamoqchi. Rossiyalik tadbirkor German Gref Rossiya prezidenti Vladimir Putinga 6-7 yil ichida abadiy hayot eliksiri paydo bo'lishi mumkinligini aytdi. Bu haqda u sun'iy intellekt olamiga sayohat konferensiyasida Putin bilan muloqot davomida so'z ochgan. Odamlar 6-7 yil ichida, ya'ni taxminan 2032-yilda abadiy yashash imkonini qo'lga kiritish imkoniyatiga ega bo'lishlari mumkin, deydi Gref. Bankir buni amerikalik futurist Raymond Kurzweilning shartli abadiylik eliksiri haqidagi qarashi sifatida qayta gapirib bergan. Grefning aytishicha, 6-7 yil ichida taxminan 2032-yilda o'sha paytgacha hayotda qolgan odamlar nafaqat 100 yil va undan ko'proq yashash imkoniga, balki abadiylikka erishish imkoniyatiga ega bo'ladi. Uning so'nggi prognoziga ko'ra, bu 2030-35-yillar oralig'ida sodir bo'ladi, deydi Sberbank rahbari. Futuristning o'zi bungacha sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida radikal umr uzayishi sodir bo'lishi mumkinligini aytgan. Rossiya prezidenti Gref ko'targan mavzuni qo'llab, Rossiyada o'rtacha umr ko'rishni 150 yoshgacha yetkazish mumkinligini bildirgan. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning sentyabr oyida Pekindagi harbiy parad vaqtida Putin Xitoy rahbari Si Szinpin bilan o'zi uzoq vaqtdan beri qiziqib kelayotgan organizmni yoshartirish mavzusida zamonaviy texnologiyalar va organ ko'chirib o'tkazish orqali potensial abadiylik masalasini muhokama qilgan. O'shanda Xitoy rahbari ilgari odamlar 70 yoshga zo'rg'a yetardi. Hozir esa bu yoshdagi inson hamon bola degan. Putin esa biotexnologiyalar va organ transplantatsiyasi kelajakda odamni abadiylikka yaqinlashtirishi mumkinligini aytgan. Si Szinpin esa 150 yoshgacha yashash imkoniyati asrning o'zida paydo bo'lishi mumkinligini ta'kidlagan. Rossiya prezidenti Xitoydan qaytgach, Sirius laboratoriya majmuasiga tashrif buyurgan va u yerda unga yoshartiruvchi qulupnay namoyish etilgan. Keyinroq u matbuot bilan suhbatda texnologiyalar taraqqiyoti tufayli kelajakda odamlar 150 yoshgacha yashay olishiga ishonch bildirgan. Zamonaviy sog'lomlashtirish vositalari, tibbiyot, jumladan organlarni almashtirish bo'yicha jarrohlik amaliyotlari faol hayotni bugungidan ancha uzoq davom ettirishga umid beradi, degan o'shanda. The Times'ning yozishicha, o'tgan yil sentyabr oyida Rossiyaning yuqori lavozimli amaldorlaridan biri olimlarga qarish bilan kurashish bo'yicha tadqiqotlarni tezlashtirish topshirig'ini bergan. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, Sog'liqni saqlash vazirligi institutlaridan hujayralarning qarishiga qarshi kurash, kognitiv buzilishlar, osteoporoz va immunitetni mustahkamlash usullari ustidagi ishlar haqida hisobot talab qilgan. Bu ishni Putinning yaqin do'sti 77 yoshli Kurchatov instituti rahbari Mixail Kovalchuk nazorat qiladi. U parallel ravishda genetika sohasidagi davlat tadqiqot dasturiga ham rahbarlik qiladi. Dasturda Rossiya prezidentining katta qizi Mariya Vorontsova ham ishtirok etmoqda. O't orasida qolib ketdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy mamlakat hozir qiyin tanlov oldida turganini aytib, xalqiga murojaat yo'lladi. U o'z video murojaatini Telegram sahifasiga joyladi. Uning bu murojaati Washingtonning joriy yil 27-noyabr kuniga qadar mojaroni hal qilish bo'yicha kelishuv loyihasi imzolanmasa, Qo'shma Shtatlar Ukrainaga qurol-yarog' yetkazib berish va razvedka ma'lumotlari almashishni to'xtatish bilan tahdid qilgani fonida yo'llanmoqda. Biz hozir tariximizning eng og'ir damlaridan birida turibmiz. Ukraina juda qiyin tanlov oldida turibdi. Yo o'z qadr-qimmatini yo'qotish yoki asosiy hamkorni yo'qotish xavfi. Yo qiyin 28 banddan iborat tinchlik rejasi yoki qahraton qish. Bizdan allaqachon 2 marta hujum qilganlarga ishonishni so'rashmoqda va ular javob kutishyapti. Biz AQSh va hamkorlarimiz bilan xotirjam, lekin tez ishlaymiz va dushmanga Ukraina tinchlikni xohlamaydi deyishiga asos bermaymiz. Men tinchlik rejasida ikki jihat, ukrainaliklarning qadr-qimmati va erkinligini hisobga olishi uchun kurashaman. Biz urushni tugatish uchun hamma narsani qilamiz, lekin Ukraina Yevropa va global tinchlikka barham berish uchun emas. Biz deyarli 4 yildan beri dunyodagi eng katta armiyalardan birini ushlab turdik. Xalqimiz urush tugashini xohlaydi. Biz po'latdek mustahkammiz, lekin eng kuchli metal ham sinishi mumkin.
Urushning birinchi kuni qochmadik. Bu qadr qimmat, bu erkinlik. Rossiya uchun eng dahshatli narsa ukrainaliklarning birligi. Endi bizga munosib tinchlik har qachongidan ham kerak. Odamlar, fuqarolar, siyosatchilar, biz birlashishimiz, janjal va siyosiy o'yinlarni to'xtatishimiz kerak. Ortimda Ukraina xalqi turganini bilib, munosib tinchlikka erishish menga osonroq bo'ladi. Keyingi hafta qiyin bo'ladi. Bizni ajratish uchun juda ko'p bosim bo'ladi. Dushman hech narsaga erisha olmasligimiz uchun hamma narsani qiladi. Ularga bunday qilishga ruxsat berishga haqqimiz yo'q. Biz tinchligimiz, qadr-qimmatimiz va erkinligimiz uchun birlashishimiz kerak. Men yolg'iz emasligimga ishonaman, degan u. Buxoroda yo'l patrul xizmati xodimi haydovchini shantaj qildi. Buxoro viloyati yo'l patrul xizmati inspektori unga yo'l bermagan Equinox haydovchisiga asossiz ayblovlar qo'ydi. Bu haqda viloyat yo'l harakati xavfsizligi xizmati matbuot kotibi Zoir Yo'ldoshev xabar berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 18-noyabr kuni viloyatning Romitan tumanida viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ma'muriy amaliyot markazi inspektori kichik serjant Sayfiyev Nexia 2 avtomashinasini boshqarib ketayotganida o'zidan oldinda harakatlanib kelib, svetoforning qizil ishorasida to'xtab turgan Equinox haydovchisidan yo'l berishni so'rab, avtomashina chiroqlarini bir necha bora o'chirib yoqqan. Kamiga inspektor Equinoxning old tomoniga o'tib, haydovchiga noo'rin ayb qo'yib, transport vositasida avariya sodir etdingiz deya body kamerasiz va hech bir asossiz haydovchidan avtomashinasini yo'lning chetki qismiga olishini talab qilgan. Hozirda holat yuzasidan viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimlar tomonidan kichik serjant Sayfiyevga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlangan bo'lib, tekshiruv natijalariga ko'ra holatga to'liq qonuniy baho beriladi. Jizzaxdagi dahshatli avariyada 5 kishi halok bo'ldi. Jizzax viloyatida sodir bo'lgan dahshatli yo'l transport hodisasida 5 kishi vafot etdi. Qayd etilishicha, voqea joriy yilning 21-noyabr kuni soat 23:50lar atrofida Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani Fayzobod mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tuvchi xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan M39 Toshkent-Termiz yo'lining 989-kilometrida sodir bo'lgan. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida istiqomat qiluvchi 2003-yilda tug'ilgan haydovchi Isuzu rusumli yuk avtomashinasi Samarqand yo'nalishida joylashgan avtomashinalarga gaz quyish shoxobchasidan chiqayotgan vaqtida ushbu qismda o'rnatilgan yo'l bering va harakatlanish o'ngga yo'l belgisi talablariga bo'ysunmasdan belgilanmagan joydan Toshkent yo'nalishiga burilish uchun yo'lning qatnov qismiga chiqqan vaqtida Toshkent-Samarqand yo'nalishi bo'ylab harakatlanib kelayotgan Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanida yashagan 2002-yilda tug'ilgan haydovchi Lacetti rusumli avtomashinasi bilan to'qnashish oqibatida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Yong'in ortidan Lacetti rusumli avtomashinaning dvigatel qismida yong'in kelib chiqib, avtomashina to'liq yongan. Ushbu yo'l transport hodisasi oqibatida Lacetti rusumli avtomashina haydovchisi hamda transport vositasi salonida bo'lgan 4 nafar yo'lovchilar turli tan jarohatlar bilan voqea joyida halok bo'lgan. Hozirda ushbu holat yuzasidan Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.